Mandan arzonroq Kia Bongo so'raganmidingiz? 2022 10-oy zavodskoy propan shtorka tentlari bilan kraskasi 100% toza. Videoni oxirigacha ko'ring, tahlilni ko'ramiz, narxi videoning oxirida. Fuck that, fuck you. Fuck a bitch that got whole time too. All day on sex, y'all new. Bones always been the best true. Fuck that, fuck you. Fuck a bitch that got whole time. 2022 10-oy. Mashinamiz kraskasi 100% toza. Bu mashina Janubiy Koreyadan sotib olingan. Vladivostokka o'tgan, Vladivostokdan O'zbekistongacha Rossiya o'rmonlari Qozog'iston qilib haydab kelingan. Kelish davomida laboga tosh tekkan, yorilgan joyi bor. Lekin mashinamiz kraskasi 100% toza. Balonlari deyarli 100% yangi desam to'g'ri bo'ladi. Yaqin 8000 kilometr haydab kelingan bu mashinani. Qarang, tentini Janubiy Koreyadan tent magazinidan yangi sotib olingan 900 ming won atrofida, ya'ni 650-700 dollar oralig'ida yangi salafandan ochib o'rnatilgan shtorka suriladigandan 83,5 litrli zavodskoy propan, orqalari mana Nexen balonlar zo'r holatda, zapaskasi yerga tushmagan, mashina o'sha Vladivostokdan kelgan holatida, shu loylari boshqalari hali yuyilmagan, asl holatida ko'ryapti mashinani. Bu tomonlarni qarang, orqalari hamma yo'q, butun stop-chiroqlar, sensorlari zo'rmi? Tent yangilikdan dalolat qarang. Hamma xohlagandanda ko'pchilik so'radi, "Nurda shundan bormi? Kuniga bitta ikkita odam telefon qiladi." Bundan yo'q hozir. 500-600 dollarga ham yo'q, o'rtoqlar. 25,5 ming ichida shuni ham qo'shib beriladi sizga. Tunkani qarang, yuk deyarli ortilmagan. Koreyada korobka toshigan matrasimi zo'r saqlangan. Mashina nimasi holatda. Ichlarni qarang. Ichki qismlari, ramlari hamma yo'q, butun. Kalpak yo'li tushib qolgan, afsuski, ikkita kalpak yo'li tushib qolgan. Akkumulyatorlari koreyskiy, bu tomonlari chizilmagan, qirilmagan, zo'r holatda. Ichlarni qarang. Qora salonni Supradan, qora sidenalini, cruise kontroli bor mashinamizda. Sidena sidi, sovet ruli sidi, baku yopiladi, Bluetooth magnitofonlar, bunda ham palasalar, stabilizatsiya, 5 talik korobka, saloni ham svejiy holatda, ikkitadan registratorlar, palasalarni ko'radi, tormojeniya bor. Buni salafan o'ralishi, perchatka va boshqa kiygan holatda kirib bo'lmasligi uchun o'rab turib yo'lda haydab kelingan. Mashinamiz probegini ko'ring. 132,456 kilometr. Bundan 8000 kilometr yo'lga ketgan bo'lsa, yaqin 124 ming Janubiy Koreyada menimcha bu yengil yuk tashigan. Tinimsiz zo'r yurib qo'ygan bu. 2 yil, 3 yilda qarang, probegi shunaqa, lekin koreyskiy asl probegida turibdi. Mashina probegi ko'p, lekin texnik holati, kraskasi hamma yo'g'i zo'r. Narxini 25,500 dollardan o'tib beriladi. Fotomoqchi bo'lgan videosida telefon raqami qoldiraman. Kelishilgan holatda tentini ham yechib olib qo'yiladi. Sizga agar ehtiyoj bo'lmasa, budka, xolodilnik qo'yadigan bo'lsangiz, borti va tentini yana yaxshigina pulga minusi bo'ladi. Bu degani mashina tan narxi yanada arzonlaydi. Aziz obunachilar, sotmoqchi bo'lganlar videosida telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Faqat naqdga sotiladigan variant, kredit vykupga yo'q. Azizlar, arzonroqdan, butunidan, tenti bilan, shtorka bilan so'raganlarga videoni malolkamizga jo'natib qo'ying va shunaqa yangiliklarni o'tkazib bormaslik uchun albatta Universal Avtoalam sahifalarimga obuna bo'ling va kuzatishni davom eting.